Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun mana xudo xolasa Greenleaf korporatsiyasiga a'zo bo'ldim. To'g'risi juda ko'p eshitgandim, ko'rgandim. Rostmi bu nima o'zi deb yurardim. Mana hozir Orzugul opam bilan gaplashib o'tirib, bu narsa juda ham foydali ekanligini, qolaversa mana shu eko mahsulotlar juda ham insonning sog'ligi uchun ishlab chiqarilganligini bilganimdan keyin to'g'risi a'zo bo'ldim. O'sha boshlang'ich to'lovlarni to'lab, sizlar ham a'zo bo'linglar va birgalikda natija qilamiz. Hali bu hammasi emas. Sizlar a'zo bo'lganlardan keyin mana shu mahsulotlarning hammasi 50% skidkada sizlarga berilar ekan. Qolaversa, a'zo bo'lganlar uchun ham ajoyib sovg'alar bor ekan. Bu hali hammasi emas. Podrobniy mana keling tushuntiradilar. Bu korporatsiya shunaqa 5 ta rivojlangan davlatning mahsulotlari, xudo xolisa bu joyga kelsangiz 50% skidkadan tashqari sizni butun dunyo bo'ylab chet el sayohatlari, avtopromotion pullari va katta daromadlar kutib turibdi. Sizni jamoamizga taklif qilamiz va aynan shu insonimiz, aktyorimiz, xalq tanigan aktyorimiz orqali keladigan bo'lsalaring, aynan siz uchun biz yana ham katta chegirmalar qilib beramiz. Marhamat qilib kelinglar do'stlar, o'sha chet elga sayohatni birga qilamiz. General Uzoqovdagi mana shu ajoyib ofislarni sizlarni kutib olishadi va birgalikda a'zo bo'lamiz va natijani birga ko'rsatamiz. Va sekin sizlarga ko'rsatib borib turaman. Pul tushdi, u bo'ldi, bu bo'ldi, sovg'a keldi degan hamma narsani ko'rsatib boraman keyingi istoriyalarimizda. Endi nima qilamiz? Qo'l qo'yamiz. Chunki hammasi haqiqiy bo'lishi kerak. Mana sekin. Bismillah. Rahmat. Xush kelibsiz, tabriklaymiz. Xudo xolisa umra sayohatiga birgalikda boramiz. Nasib qilsin. Inshaalloh. Hammalarni kutamiz do'stlar.